Assalomu alaykum Fazan House obunachilarimizga. Qaranglar o'g'illar, yengillik qildik. Qozog'istondan, Rossiyadan o'tlar ketdi. Altay degan joydan. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilasizlar. Dastavkalar bor. 12 ta bo'ladi-ku, dastavka bor. Toshkent shahar ichiga 5 tadan oshiq olgan odamga tekin ekan dastavkalar. Jonivorlar mana yeb ichishi hammasi mana ko'ringlar. Javob ekan. Mana manzilimiz Toshkentda. Toshkentda mana Shilever bog'ining ichida. 3 qahramon postdan 4-5 kilometr kirganda. Buni sen qaytarish iloji yo'qmikan? Bor. Xo'p. Bular hammasi erkakmi o'g'il? 5 tam old turg'ochisi bor ekan. Hozir narx-navolar bilan tanishtiramiz. Jonivorlar baland lekin bo'ygan. Yaxshi. Yuvosh ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu qaytarilgan mana. Bu yaqinda kelganmi yoki bular qachon kelib tushdi bular? Bir haftacha. 4 kun 5 kun. Endi hali charchog'i bor ekanda, bilinyapti ozgina. Charchog'i bor ekan. Xo'p, soni nechta shunda? 36 ta ekan. Xo'p, narx-navosi bularni 12 dan 16 gacha deyishdi mana. Kelishtirillar ekan. Kami bor ekan. 12 millionligidan ham chiqarib berishar ekan. Hammasini quyi suviga ham gaplashaveramiz joyida deyishyapti, xudo xolisi. Kelishamiz deyishyapti. Dastavkalar bor hammasi. Endi jonivorlar charchagan ozgina. Lekin yuvosh ekan, zo'r. Mana jonivorlar. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilasizlar. Videoni pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zimizdan tanish okalar. Xudo xolisi keyingi partiyaga mollardan olib qo'yamiz deyishyapti. Jonivorlar mana yemlaysizlarmi yoki minishganmi? Bo'yiga bor ekan. Xohlasanglar yemga tashlaysizlar. Xohlasanglar. Mindirganimi bu? Oka. Hozir videoda qolganiga ham qo'shib yuboramiz, mingan. Bu nima? Bo'ldi ekan. Mana hozir ham ketyapti mana. Bu ikkitani narxi boshqacharoq deysiz-da, kattaroq ekan. Bitta ayg'ir, bitta biya ekan. Ikkitasi narxi boshqacha-da. Ha, o'sha endi ichidagi etib ketdim, kelib ko'rib. Lekin jonivorlar yaxshi katta ekan. Jonivor. Bu sochlari olib tayyor qilib qo'yilgan ekanda o'zi. Mana jonivor. Mustang bor, Mustang. Mana shunaqa rangga Mustang. Mana. Jonivorlar yuvosh ekan lekin. Mana ko'rishingiz mumkin. Jonivorlarni old tomondan olamiz endi. Mana katta-kattalar ham bor ekan-a. Mindiradimi endi bular? Bilmadim lekin. Xo'p, buni erkakga nechta, urg'ochisi nechta edi? 5 tam 6 ta urg'ochisi bor ekan. Moda deymiz biz tilda makiyoni. Biyasi baytal deydi. Biyani deydi, kattasini aytadi. Baytal. Qolganlari mana erkak ekan hammasi. Aroqaga chiqaverasizlar. Lekin jonivorlar yaxshi. Mana. Manzilimiz Toshkentda. Voy. Mana. Ko'rishingiz mumkin.
Mana. Ham kattasi. Bu ikkitani narxi boshqacha ekan. Undan tashqari yana ichida katta bo'lar. Mana ham katta ekan, yaxshi. Toy hali. Ha? Toy. Bu toymi hali? Gap yo'q. Toy bo'lsa tiyin bo'l. Chiroyli ekan mana shu ham. Mana mashlarni. Mana. Mana obunachilik ko'rdinglar, ko'rishingiz mumkin. Jonivorlar yaxshi, zo'r. Yeb ichishi garanti. Bular hali yemlanmaganda hali. Qaysi men minadiganim mashina dejam? Hozir minasan uni. Mana jonivorlar. Mana obunachilar ko'rishingiz mumkin. Video pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Dastavkalar hamma narsa bor, xudo xolisi kelishilgan holatda. Toshkent shaharga dastavka tekin 5 tadan oshiq olgan odamga. Xudo xolisi mana. Qolgan joylarga ham dastavka qilib beriladi, faqat pulli kelishilinar ekan. Mana obunachilarimiz. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'linglar. Tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Ishqibozlar bo'lsa Nobog'dagi aloqaga chiqib turishadi mana. Jonivorlar katta-katta lekin yaxshi. Hammaga rahmat. Like bosinglar, videoni maksimal tarqatib qo'yamiz.